Meni ismim Javlonbek. Parkent tumani Qayil MMFda profnastel sexini ish boshqaruvchisiman. Bizda 100 dan oshiq assortiment, har xil klientlarga istagiga qarab tunukalarimiz bor, qalinligiga qarab. Sifati yaxshi. Bizga xom ashyolar Rossiya, Toshkent metall zavod, Samarqand metall zavodidan keladi. Klientlar istagiga qarab, talablariga qarab bo'ladi. Renessans bilan 2 yildan oshiq ishlab kelyapti. Hozirgi kunda 15 dan ortiq ishchi o'rinlarimiz bor. Yoqish tarafi srochniy pul kerak bo'lib qolsa, tez muddatda chiqazib bera oladi. Chunki оборотni kuchaytirish uchun kerak bo'ladigan paytda muammoni tez hal qilib bera oladi. Renessans bilan ishlashib 1-2 yil mobaynida bunaqa sexlardan 2-3 ta ochish maqsadim bor. Ishchi sonini 50 ta 60 tagacha chiqarish imkoniyati qilib harakat qilmoqchiman. Moliyaviy ko'mak olib ishchi o'rinlarini ko'paytiramiz. Xudo xohlasa hammasi bo'ladi.